shu birinchi xabarni eshitganingizda siz, oila a'zolar, chunki bular sog'lom bo'lganlar-da. Bu kutilmagan zarba bo'lgan. Haqiqatda zarba bo'lgan, haqiqatda kutilmagan bo'lgan. Chunki shu vafotlariga yaqin kunlar juda chiroyli holatda bo'lganlar hazratimiz va hammamizni kayfiyatimiz yaxshi bo'lgan. Juda suyanib qolgan bo'lganmiz. Kunimiz tartibi shunaqa bo'lardi. Ertalabdan hazrat bilan ko'rishsam, hazratga aytsam, hazrat bilan gaplashsam, shunaqa tartibga tushib qolgandik. Biz farzandlar ham kunda bir marta ko'rish harakatda bo'lardik, yo'llariga kirib chiqardik, so'rashardik. Ba'zida bir narsani gaplashmasak ham shunchaki kirib so'rashib chiqishimizni o'zi bizga katta quvvat berardi, katta kuch berardi. Ya'ni bunisiz, bu juzsiz kunimizni tasavvur qila olmasdik. Ko'p narsada shu o'rganib qolganimiz hazratga ko'rsatamiz, hazratga gaplashamiz, hazrat xursand bo'ldilar. Hazrat deb murojaat qilarmidinglar? Hazrat derdik, ha. Dada Chunki demasdingiz. dada deganmiz yoshroq paytimizda, keyin oxirgi umrlar ba'zilar hozir xafa bo'lishadi. Shu o'rinda gapirib buni ham gapirib olay, foydalanib olay. Hozir hazrat deb murojaat qilib gapiradigan bo'lsak, nimaga o'zingiz dadangizni dada demaysiz? Biz bundan xafa bo'ldik deydiganlar ham bor. Tushunmaydiganlar ham bor. Hazrat deyishimiz ularni uzoqlashtirish, boshqa ma'noda emas. Ya'ni hazratimizning maqomlari shunaqa yuqori bo'lganidan, demak ularni olim sifatidagi, murabbiy sifatidagi, ustoz sifatidagi maqomlardan kelib chiqib, hazratlar birinchi o'rinda bo'lganda, oxirgi paytda akam ham, men ham hazrat deb murojaat qilardik.